Yaxshimisilar kichik do'stlar? Bugun biz Polton keldi degan hikoyani anglaylik. Bu zot qanday hikoyadi? Intayin güzel bir ko'l bo'lgan ekan. Bu ko'l bo'yida yo'g'on bir tüp biyi darxi bor bo'lib, bu biyi darxining biyilari bu yilmi shunchalik o'xshab, may bog'lab pishib ketibdi. Bu daraxtning tüvida bir chiroyli uy bo'lib, bu uy Toshqonning uyi ekan. Bir kuni sel kuchli shamol chiqibdi. Daraxtdan bir tal biya pulton qilib suvga tushib ketibdi. Uyning oldida kitob o'qib o'ltirgan Toshqon tuyuqsiz chiqqan pulton qilgan ovozdan bakil cho'chib ketibdi. "Aplo bu nimidi?" U cho'chib atrofga qarabdi va qo'rqqan holda cho'qim bir qo'rqinchli maxluq kelayotgan bo'lsa kerak deb o'ylabdi-da, keyniga qaramasdan badar qechibdi. Toshqonning bundoq tez yugurib qechib ketayotganligini ko'rgan tulki hayron bo'lib Toshqondan so'rabdi. "Toshqon, nimaga qochasan? Nim bo'ldi?" Toshqon hasrab deb, "Polton keldi" debdi-da, to'xtamasdan davomli qechibdi. Tulki Toshqonning gapini anglab, "Polton degan bir qo'rqinchli maxluq o'xshaydi" deb o'ylabdi-da, umi qo'shilib qechibdi. Bularning qechib ketayotganligini daraxt ustida shaptulayotgan maymun ko'rib qopdi. U ularga nima uchun yugurib qochadigandu deb hayron bo'lib qarab turgan ekan, ular "Polton keldi, Polton, tez qoch" deyishib qechibdi. Bu ovozni anglab maymun ularga qo'shilib qechibdi. Shuning bilan ularning qechib ketayotganligini ko'rgan yo'lda uchirgan iyiq, pil va bug'ularmi bularga tang qo'shilib qechibdi. Lekin ular hech qaysi o'zlarining nima uchun qechayotganligini uqmabdi. Birdamdala bu qechayotganlarning to'piga yo'lda uchirgan it, chashqon, o'rdaklarmi qo'shilibdi. Shunda qilib ular varang-churung qilishib, aloqsada bo'lishib, cho'qon suran selishib, qechishib boshlabdi. Bu varang-churunglar uxlayotgan shirni uyg'otibdi. Shir uyg'onib, aloqsada bo'lib qechib ketayotgan bu hayvonlarni ko'ribdi-da, ularning oldini to'sab, "Nimaga buncha aloqsada bo'lib qochsizlar?" deb so'rabdi. Buga o'zining nima uchun yugurib qechayotganligini uqmag'achqa maymundan so'rabdi. Maymun itdan, it pildan, pil chashqandan, shu tariqada savol eng oxirida Toshqondan so'rilib to'xtabdi. Toshqon bo'lsa, aloqsada bo'lib, yanada qo'qqan holatda, "Men Polton keldi" debdi. "Polton? Polton degan nima ekan u? Qani meni boshlabpa." Shir shundoq debdi-da, ko'l bo'yi qarab yo'labdi. Uning keynidan qo'rqib turgan Toshqon va boshqa hayvonotlar ergishib, tang ko'l bo'yi qarab mengishibdi. Ular ko'l bo'yiga yetib kelganda, bu yerda hech qanday g'alit maxluq ko'rilmadi. Birozdan keyin tuyuqsiz bir shamol bilan tang bir tal biya "Polton" qilib suvga tushibdi. Buni ko'rgan hamma hayvonotlar bu "Polton" degan ovozning asli nimaning ovozi ekanligini bilibdi-da, hammasi qaqoqlashib, kulishib ketibdi. Toshqon bo'lsa, o'zining hech nimani anqirmasdan aloqsada bo'lib, qochqinidan xijil bo'lib, jim turib qopti. Qandaq kichik do'stlar? Polton keldi degan hikoyamiz qiziqarliqmikan? Buningdagi Toshqon rostilla bek qo'rqinchoq ekan-a? Undaqda bugungi hikoyamiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.